Assalom. Kitap o'qish munberiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Yalqin Rozining Tanqidning ko'zida nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan asar Vatanparvarlik. Qo'shimcha eskartib qo'ydiganim, Yalqin Rozining bu kitobi vatanda nashrga tayyorlanib bitgan bo'lsa-mu, lekin nashr qilinib tarqitilishga yo'l qo'yilmagan. Yaqinda bu kitob Türkiye'deki Taklimakan Uyghur Neşriyatı tarafidan besilib tarqitildi. Vatanparvarlik. 19. asrning oxiri 1000-yilidagi yangilikqa ko'chish harakati boshlanganda, Yaponiyalik ikki o'quvchi ayni vaqtdagi dunyoda eng kuchli, eng taraqqiy topgan davlat Angliyaning Oxford universitetiga sanoat fanlarini o'qishga chiqibdi. Ular Angliyaning gullangan sanoatini ko'rib hayron bo'lishibdi. O'z davlatining sanoat asosining to'liq ojizligidan qattiq o'kinishibdi. Sanoat bir davlatning haqiqiy ma'nodagi taraqqiyotining tub asosi, shundaqla kuch-qudratining namoyandasi bo'lg'ashqa, bu nuqtani cho'nqur tushunib yetgan yaponiyalik bu ikki o'quvchi angliyalik saboqdoshlaridan necha hassa zo'r tirishchanlik ko'rsatib, 1 minut vaqtni zoy qilmaydigidek berilib o'ginibdi. Bir tiyin pulni behuda hajlamay sanoatga oid eng yangi qo'llanmalarni, nozik texnikalarga oid chertyojlarni to'plabdi. Ular Oxford universitetidagi o'qishni nihoyatda jafoda, ammo intayin ko'ngildagidek tamomlab, doktorlik tojini boshlarga kiyishib, yuk toqlarini tengishib, ona vatani Yaponiyaga qaytishga jopinibdi. O'ylamagan yerdan Angliya tamojnisi ularning to'plagan material chertyojlarini chegaradan elib o'tishga ruxsat qilmabdi. Bu ikki yaponiyalik o'quvchining o'z vatani uchun to'liq zarur bo'lgan bu materiallarni tashlab qaytqisi kelmabdi. Noiloj qolgan bu ikki o'quvchi oxir kishining parasti va jasoratidan tashqari bir amalni o'ylab tepibdi. Ikkisi bir niyat, bir maqsadga kelib bitishibdi. Ular mardonlik bilan chek tashlash usulini qo'llanib, biri o'lim yo'lini tanlabdi. Yana biri o'lguchining qo'rsoq bo'shligini pok-pokiz adalab, ichiga eng zarur materiallarni qachilab tikibdi. Ondan munosabatlik o'rinlarga operatsiyada o'lib ketgan jasadini vatanga elib ketib, urug' tuqqanlarga topshirib bermasam bo'lmaydi, deb ma'lum qilib, paraxod bilan Yaponiyaga qaytirib ketibdi. Yaponiyalik bu ikki o'quvchining vatan uchun ikkilanmay jon pido qilishi kishini haqiqatan o'ylantirdi. Biz odatda kundalik turmushda vatan haqida gap sotadigan kishilarni ko'p ko'ramiz. Ammo ko'pinchimiz xalqliq paytda boshqalarning badal to'lashini orzu qilib, o'zimiz bo'lsa qo'l qovushtirib turib olamiz. Napoleon mundaq qaragan: insonlarning eng yuksak axloqi nima? U bo'lsa-mu vatanni so'yishdir. Shundaq, vatanparvarlik yuksak ruh. Bundaq yuksak ruh hamma kishining vujudida bo'lavermaydi. Vatan deb varqirab qo'yish cho'ng gap emas. Vatan uchun fidokor bo'lish qaltis ish. Yiroqda turib vatanni seg'inish alohida ish emas. Vatan uchun alam chekish qaltis ish. Puhrolik qilib el qatori yashash mushkul ish emas. Vatan tuyg'usida mardona yashash mushkul ish. Vatanni suyish hech gap emas. Vatan uchun kurash qilish qaltis ish. Vatanparvarlik bir turlik oliyjanob axloq. Bu jihatda Fransiyaning mashhur olimi Pasteurning harakati bizga ulgu bo'la oladi. 1870-yili Fransiya Prosiya urushi portlaydi. Butkul Fransiya zemini Germaniya armiyasining to'mir tapini ostida qoladi. Buning bilan ko'plagan kishilar umidsizlangan holda Fransiya tugishadigan bo'ldi deyishdi. Dal shu chaqda choshlari ushtak oqargan bir pishqadam olim mushtumlarini ching tukkanicha tushkunlik asqatmaydi. Faqat kuchli qarshilik bo'lgandala ondan Fransiyani qutqizg'ili bo'ladi, deb o'ttirg'i chiqdi. U kishi dal Fransiyaning donliq bioximiya olimi Pasteur edi.
ayni vaqtda Pasteurning bakteriyashunoslıq tədqiqatida qo'lga keltirgan zo'r natijalari butkul Yevropada har qaysi davlat ilm-fan sohasidagilarning birdek e'tirof qilishiga erishib, uni turlik sharafli nomlarga ega qilgan. Hatto Germaniyaning xalqaroda ta'siri cho'ng dongliq oliy maktabi Bonn universitetimi Pasteurga ilmiy unvon avatib taqdirlagan. Bu uni cheksiz shodlantirgan va iftixorlik cho'mdirgan edi. Mana amdilikda Germaniya armiyasining temir topini shafqatsizlik bilan vatan tuprog'ini dafsanda qilmoqda edi. Bularni ko'rgan Pasteurning yana chidab berishga toqati qolmaydi-da, Bonn universitetining shahodatnomasini qaytarib etmoqchi bo'ldi. Uning bu ishlariga do'stlari hayron bo'lib, "Bu nima qilganingiz? Ilm-fanning davlat chegarasi bo'lmaydiganligini bilishingiz kerak-ku", deyishdi. Ammo Pasteur ilm-fanning davlat chegarasi bo'lmagani bilan olimning vatani bor-da, deydi qat'iy qilib. Vatan hammadan a'lo. Pasteurning qilcha ikkilanmay Bonn universitetining shahodatnomasini qaytarib etishi uning tajovuzchilarga bo'lgan kuchli qarshiligini ifodalab berdi. Pasteur keyincha har bir kitobining tituliga Prosiyaga nafratlanib intiqom olayli deb yozdi. Kishilar uning yuksak milliy g'ururiga, vatanparvarlik ruhiga opirin o'qishdi. Ba'zilar Pasteurdan "Qanday kuch sizning bunda qilishingizga turtki bo'ldi?" deb so'rganida Pasteur cho'nqur ma'nilik qilib, "Osmonga quchoq yaygan zo'r daraxt faqat tuproqda yildiz tortganligi uchunla buk baraxsan bo'lib o'salaydi. Olimni faqat vatandan iborat tuproqqa yildiz tortgandala, ondan uning mavjudligining qimmati bo'ladi", deb javob berdi. Vengriyalik dongliq vatanparvar shoir Petofining vatani munqars bo'lib qolganda yozgan mono she'ri vatanparvar o'g'lonlarning yuqoriqidek jasoratini namoyon qilib berdi. "Bersimi gari dunyo menga boyliq va shuhrat, shundaqdimi kechalmayman seningdin vatan. Qolsangmi gar vatanim nomus ichida, chin yurakdan suyib seni baxt tilayman." Demak, har qanday vaqtda vatandan iborat bu yildizni unutmaydigan, vatanni hammadan a'lo biladigan, vatan manfaati oldida har qanday manfaatdan ikkilanmay voz kechadigan bundoq ruh haqiqiy vatanparvarlik, shundaqla oliy janoblarga xos yuksak axloq hisoblanadi. 2009-yil yozildi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2020-yili 2 mart Janvada unga elinib tayyorlandi. Amon bo'lg'aysiz.